faqat mashina ochishligi bitta profil ochmasak bo'lmaydi. Nima ish ko'pligini. Xullas Nexia 3 ochishga kelganmiz. Zarar yetkazmasligimiz kerak. Pul ishlamayapti. Katta ehtimol bilan akkumulyatori o'tirib qolgan bo'lsa kerak. Endi shuni hozir ochishga harakat qilamiz. Mashina rostda gasim yopiq. Maqsad mashinaga zarar yetkazmaslik. Sal qoldi-da, eshitdim. Sal. Ochildi. Qaza qo'raman-chi. Hech qanaqa zarar yetmasdan. Masala ham Komolondagi Samarqand Darvoza mahallasidagi, to'g'riroq Samarqand Darvoza Komolon mahallasidagi Nexia 3imiz ochildi. Mashinaga zarar yetmadi. Endi mashinani perekurit qilib, mijozni rozi qilamiz, xudo xolasa. Mashinani kalti magnitofon yoquq holatida qolgan ekan. Birinchi holatida. Hozir endi o'chiraman shuni. Hali qo'lim bilan tegmadim. Ukam sanab bekor qolma, mana. Nima qilib bitta o'chiramiz, bo'ldi. Endi to'liq mashinani to'ki o'chdi. Lekin mashinasi yoqib qolgani uchun bizagacha mashinani to'ki o'chib bo'lgan. Hozir perekurit qilamiz endi. Bitta mashinadan bitta mashinaga to'ki olamiz. Okuyog'ini hal qilamiz. Kamol hayda. Eshitmayapti. Kamol perekurit qilishimiz kerak ekan, mashinani Rga urib, bu yoqqa kelishing kerak ekan. Shunaqa sen tushuntirsang bo'ladi. Ke ukam, ke. Faqat YouTube'ga ketyapti. Ha, bo'ldi. Akam tushmasinlar. Akam chetroq o'tirsalar, o'zimiz hal qilib olamiz. Yur, jonli yur. Jonli yur. Ha, bundoq qilib qo'y. Ahmadullo tez tush. Kapotini och. Bagajini ham och. Tezligini qarang, situatsiyan. Ha, perekuritni olib kel. Yo'l-yo'liga yoyib kel. Yaxshi. Salonni plyusga qistiribman. Ko'kka minusga qistirdim, adashib ketib qolmagan. Jonlash. Xo'p, qani? Tezirligi nimagadir ishlamayapti? Kontak yaxshi tegmadimi deb o'yladim, deymi? Akam buni o'zida zarar qilmaganmi? Yo, chotga yetsa kerak endi. Ha, akkumulyator yondi-yu, lekin pager kodirovkadan chiqib ketganga o'xshayapti. Endi ishladi. Bu pager sal anaqa qotdi-da, zilzilari yonib qolib. Qani zavat qilib ko'ramiz. Pager bitta remontga ko'rsatib olish kerak. Xullas, bitta vatandoshimizni koriga yaraganligimizdan xursandmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ko'rsatilgan raqamlarga aloqa qilsanglar bo'ladi. Comfort Tuning jamoasi sizlarning xizmatingizga videoga like bosib qo'yinglar. Mobil graf shuncha ishladi.